Yo'q, tushunursan. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Mike va kecha 1000 ta obunachi chiqibmiz. Nima bitta video bilan. Do'stlar, katta rahmat meni shuncha qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Meni motivatsiyam oshib ketdi va endi bugundan boshlab videolar tez chiqadi. Lekin birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? To'g'ri, tak. Bu jitel nima qilyapti bu yerda? Qo'shnim. Salom. Nimaga bu yerda o'tiribsan? Bir ish tushdi boshimga. Yo'q, uyingdan haydashdimi? Tushunarli. Do'stlar, yaxshimki meni uyimdan haydab yuborishmaydi, chunki meni uyim sotib olingan. Bu jitel esa bilishimcha ijarada turardi. Oldiga borib keyinroq batafsilroq so'rab olishimiz kerak, nima bo'ldi ekan. Keyin biror xulosa qilsak bo'ladi. Bu yerda nimaga agrodni teshib ketishgan? Hozir yer blokini topishimizga to'g'ri keladi. Asosiysi hech kimga xalaqit bermaydigan joydan. Tako bu yerda yo'q. Endi qolgan budoylarni berib olishimiz kerak. Shu bilan merga topshirsak hammasini ishimizdan qutulamiz bugungidan. Keyin bemalol o'zimizni ishlarimiz bilan shug'ullanamiz. Aynan ustachilik quroli bilan ishlashimiz kerak, chunki chiroyli narsalar yasasak ularni sotishimiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi, yaxshi. Endi esa hali menga qarab o'tiribdi. Nimagadir mayli do'stlar, hozir borib dardini eshitamiz. Nima uchun haydab yuborishdi uydan batafsilroq so'rab ko'ramiz. Mer uydamkin o'zi? Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, keldingmi? Mana bug'doyni terib keldim, lekin ekmadim. Bu yaxshi. Ber menga o'roqlarni. O'rniga nima ekamiz? Kartoshka va sabzi. Yo'q, ola qol, mana senga kartoshka, bir stak va sabzi. Rahmat. Hozir bularni ekamiz. Do'stlar, mana bu yomon emas. Mana bu menga yoqyapti. Hozir yangi narsalarni ekamiz. Jitel, nima bo'ldi? Nimaga seni haydashdi o'zi? Bilasanmi, xullas men bu yerda ijarada turardim. Xo'sh, keyin esa ijarachi keldi va seni ko'chaga haydadimi? Aytib beraver, men ishlayman. Shunchaki kelib ko'chaga haydadi. Qo'yil. Lekin nima uchun? Uy birozgina rasvo bo'lib yotgan ekan. Yo'q, shunga shunchami? Keldi, hamma narsalarini olib chiqib tashladi. Tushunursan, yomon bo'libdi. Do'stlar, buni qaranglar, shunchaki olib birovni ko'chaga haydab yuborish oson bo'lib qoldi bizning vaqtimizda. Bechora jitel, nima ham qilardik, ilojimiz yo'q. Xo'sh, balki unga yordam berarmiz, nima deysizlar? Uyimda bir necha kun qolishi mumkin, o'ziga yangi joy topguncha mayli. Hozir shuni unga taklif qilib beramiz, bularni olib qo'yamiz. Yaxshi, qani ketdik. Lekin bilasizlarmi, ko'chada qoldirishim mumkin edi, lekin vijdonim chidamaydi-da, axir qo'shnim har qalay. Men esa uyimda joy yetadi, menimcha ikkita kravat sig'sa kerak. Albatta yonma-yon emas, lekin bo'laveradi. Hech bo'lmasa pechkani oldida yotadi. Hoy, jitel, yana bir marta aytib ber, nimaga seni haydashdi o'zi? Tushunmay qoldim. Shunchaki ijarachi kelganda uyim ozginagina rasvo bo'lib yotgandi. Uni jahli chiqib ketdi va hayron qoldi. Nimaga hamma yoq rasvo deb. Men senga aytsam, u yerda ozgina qog'oz bo'laklari yotgan edi. Men narsa upakovka qilgandim. Yo'q, yana bo'lishi mumkin. Bitta ikkita butilka bordir. U esa hamma narsamni sindira boshladi. Birin-ketin qoldirmasdan va ko'chaga olib chiqib tashlamoqchi bo'ldi. Yo'q, sen nima qilding? Men ham nima qilardim? Hech narsa qila olmadim. Shunchaki qarab o'tirdim. Narsalarimni bir qismi uyning ichida qolib ketdi. Keyin esa meni ko'chaga haydab chiqardi-da, narsalarni sen mana shu ko'rib turgan joyimizga tashladi. Men ham nima qilishni bilmay qoldim. Undan kechirim so'ramoqchi edim, lekin uyni yopib ichiga kirib oldi. Yomon bo'libdi, lekin nimasini aytasan, shunday qilib ko'chada qolib ketdim. Yomon. Bilasanmi, istasang meni uyimda yashashing mumkin. Yo'q, bepulgami? Faqatgina bir necha kunga uy topguningcha yangi ijaraga. Albatta. Hozir men kirka va bolta olib kelaman, narsalaringni kirgizamiz. Do'stlar, yordam bermasak bo'lmaydi qo'shnilarga. Bugun men, u esa ertaga menga yordam beradi. Mehr oqibatsiz dunyo yomon bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun ham keldilar unga. Yordam bersak beribmizdan nima ham bo'lishi mumkin? Kravatingni olamiz hozir. Endi verstak va pechkani. Meni uyimda verstak va pechka bor, shuning uchun bularni shkafga solib qo'yaman. Xo'pmi? Xo'p, o'zing istaganingdek qil. Yaxshi, kelinglar endi buni shkafni katta shkafni mana shu yerga qo'ysak, bu yerda meni kravatim, unikini xo'sh bu yoqqa sig'maydi. Mana bu yerda tursin, hech kim bir-birini oyog'ini uchida bo'lib qolmaydi. Okey, endi esa bu yoqqa tashlashimiz kerak. Ovqatni olib qo'yamiz oyoq uchidan va mana bu yerda yonida tura qolsin. Endi esa xo'sh, yaxshi, versak va pechkani tashlaymiz. Ajoyib, versak va pechka tepada bor, ishlatishi mumkin. Endi o'zini chaqirsak bo'ladi. Yomon emas. Bo'ldi, jitel, keldingmi? Kir ko'r. Xo'sh, qani ko'raylikchi. Zo'r sig'ibdi. Bular ham. Buni qaraya, zo'r, katta rahmat. Arzimaydi, bemalol. Xo'p, mana shu yerga narsalaringni qo'yaver. Hozir bir ikkita narsalarim qolganda olib kelaman. Borib bemalol olib kelib qo'yishing mumkin. Lekin bir necha kunga. Tushundim. Do'stlar, ko'ringlarmi, odamlar xursand bo'lish uchun qanchalik ozgina mehr e'tibor bersak bo'lgani. Hozir men esa ustachilik qilishga ketdim. Ustozimdan o'rganaman. Eshigim ochiq turibdi. Qoyil. Rahmat ustoz, ertaga yana kelaman. Bo'la qol. Ajoyib. Do'stlar, kech ham tushib qolibdi. Kuni bilan ishlaydigan, kuni bilan yangi narsalarni o'rgandim. Qiziq, jitel zerikib qolmadimmi? Bir o'zi. Mayli, hozir borib uyni
tepasida nima turibdi? Soyabonmi? G'alati, men qo'ymagandim, narvon paydo bo'libdi. Tushunmadim. Ritel qo'ydimikan, qiziq. Hoy, Ritel. Aha, Ritel nima qilyapsan? Menmi? Ha, hech nima. E'tibor berma, shunchaki kiyimlarni yuvgandim. Okey. Nima bo'ldi? O'yini nimasini? Tak, stop. O'yini. Tushunmadim. Nimaga bu yerga narsalarni olib tashlading? Ha, endi yetmay qolgan joy stolingni kesdim. Nima stol nimaga kesding? Sezmabman ham. Ha, kichkina bo'lib qoldi. Notebookim qani? Notebook qani deyapman. Pechkani ustida. Tushunursin, qizib ketadi-ku. Yo, pechkani yoqqanim yo'q. Tak, stop. Pechkalarni nimaga qo'yib qo'yding? Versakni ham. Ha, kerak bo'ladi-da. Menikini ishlatishing mumkin edi. Yo'q, joy yetmayapti. Qanaqasiga? Joy yetmayapti, tepaga qurdim. Nima qurding? Yor ko'rsataman. Aytgancha, soyabon turganda. Ha, o'shada qani chiq. Hop, davay, qani ketdik endi. Tushunursin. Buni yo, divan qo'yibsanmi? Ha, shuning uchun ham pastda ustun turibdi-da. Burchakda ko'rgandek bo'lgandim. Qiyshiq ustun qo'yibsan. Ha, hammasi yig'ilib tushmasin tom deb. Tushunursin. Ha, zo'r, lekin bo'lmaydi. Tak, Ritel. Ha, bu yoq nimaga ketib qoldi? Hoy, men senga ket deganim yo'q. Bularni ol tepadan. Hop, toming yig'ilib tushmaydi. Baribir ham ol hammasini. Hop, mana olyapman. Bilasanmi nima? Tezda uyimdan ket. Nimaga axir aytingki yashashing mumkin deb. Yo'q, ket. Hop, bo'pti, mayli. Bo'lmagin, lekin bunday qilasan deb o'ylamagandim. Mana bilib qo'ysan ham qanday bo'ladigan ko'chada qolish. Sen aqldan o'zgamsan. Meni o'zimni uyimdan chiqarib yubordingmi? Ha. Nima? Do'stlar, buni naqlligini qaranglar. Uyimni ham axlatini chiqarib yuboribdi-ku. Bekorga haydashmagan ekanda bu yerdan. Hali hozir shoshmay tur. Agar hozir meni qo'ymasang, do'stimni chaqirib kelaman. Bilganingni qil. Bilganimni qilaymi? Bo'pti, hozir ko'rasan. Ha. Qanday chiqarayotgansan haydab. O'zing menga aytding, qolaver deb. Mayli, qolaver dedim, lekin xo'jayinlik qil deganim yo'q. Tushunursan, mana shunday do'stlar, odamlarga yaxshilik qilasizlar, keyin esa hozir ko'radi. Nobni chaqiray. Zo'r o'y menga qoldi. 2 kunmash. Butun umr qolaman. Nob, shu yerdamisan? Hoy, hozirgina qo'lingda telefon turganda, o'zingni uxlaganga solma. Nob, tur. Nima bo'ldi? O'zingni uxlaganga solma. Nima? Hozirgina turdim. Bo'pti. Xullas, menga yordaming kerak. Ha, salom. Ha, senga ham salom. Nima bo'ldi? Xullas, uyimga bir Ritel kirib borgan, chiqmayman deyapti. Ha, hozir menga ko'rsatib qo'yaman qanday bo'lishini. Meni do'stimga bukavach qiladimi? Ha, yopib ketdi-ku meni. Hoy, sen qolaver, men o'zim hal qilaman. Shoshma, ko'rishim kerak-ku. Mayli, davay. Xo'sh, qani nima qilar ekan? Shu yerda, da. Hozir kiradi. Sen kimsan? Hozir ko'rsataman. Qo'yvor. Yo'q, kelishga ketdik. Yordam iltimos. Xohlaganingni qil deding-ku, xohlaganimni chaqirdim mana. Nursin, baqirishuncha. Bo'ldi, endi uy meniki. Qo'yil qani, shuna qilar ekan. Yerga tashlab yubordi shekilli. Ha, mayli. Bo'ldi, endi o'zi kelsa, kelyapti. Yaxshi, endi rahmat deyish kerak. Bo'pti, sen katta rahmat senga. Hech qisi yo'q. Kir uyimga. Yo'q, men uxlayman. Bo'pti, davay. Do'stlar, shunaqangi do'sting bo'lsa, zo'rda mazza qilib vaqtni o'tkazish mumkin. Ritellar ham boshqa xalaqit bera olishmaydi. Endi bemalol uyimizga kirsak bo'ladi. Ha, bu voqeadan keyin endi yaxshi odamlarga ham uy bermaydigan bo'ldim. Chunki mana shunday odamlarga yaxshilik qilasan-da, keyin yomonlik ko'rasan. Tushunursan, mana bu latta putalarga o'rab chiqarib yuborish kerak edi. Ha, mayli. Ha, mana bu yerdan stolni ham olib ketib qo'yibdi. Tushunursan. Bo'pti, mayli. Xo'sh, qani bu yerda nima bor? Hech narsa. Okey, buni olamiz. Bunisini ham olishimiz kerak. Yana stolni kesganicha bu yerga ustunlar qo'yib tashlagan qiyshiq qilib. Qoyil do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. Bekorga haydab yuborishmagan ekanda uni uyidan. Tak, davay olamiz. Bunisi ham bizga keragi yo'q. Ajoyib. Endi bularni tashlab kelsak bo'ladi. Mana bu shunday yaxshi stolni musorni chiqarib yubordi. Bo'ldi, bularni tashlab yuborishimiz kerak. Bu bizga kerak emas. Katta shkaf, bu yerda lattoplar, butilkalar, yana ustun. Tak, narsa ketib qoldi, kerakli narsa. Yana qayta tashlash kerak endi. Xo'p, bo'pti. Bu kerak. Buni otib yuboramiz. Buni ham, mana bularni ham tashlab yuborishimiz kerak. Bo'ldi, do'stlar. Agarda sizlar o'rnimda bo'lsangiz nima qilardinglar? Masalan, men politsiya chaqirardim agarda do'stim bo'lmaganda. Lekin politsiyasiz ham ishlashni imkoni bo'ldi. Chunki zo'r do'stim bor. Bo'pti, do'stlar, men sizlar bilan shu yerda xayrlashaman. Yerga loga tashladi ya meni. Tushunursan, men axir nima yomonlik qilgandim? Shunchaki o'zi meni chaqirdi axir. Keyin esa ko'zimni tagida hozir men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Hozir ko'rasizlar, mendan qurol olay. Ikkovini ham otib tashlayman. Birinchi nova ahmoq nobni otib tashlay. Ismi nima edi? Stanmidi? Ana shuni. Hozir mendan ko'radi. Qurol olsam bo'lgani. Shu uy qayerdaligini bilaman. Tak, joydamikin? Joyda. Assalomu alaykum. Va alaykum. Menga qurol kerak. Qurol? Ha, Luboydan. Bizda faqat drabiyuk bor, ikkitaligidan. Bo'laveradi, rahmat.
hozir ko'rasan mendan. Qaytib boraman-ku yoningga. Ikkovingni ham yostig'ingni qurtaman. Ifloslar meni bir mehmonga chaqirdi, ikkinchisi esa uydan haydab chiqarib yubordi-ya. Otib yubordi loyga. Hech qisi yo'q. Shu yerdamisan? Sen kimsan? Boyagukisan. Yana qaytib keldingmi? Qo'lda qurol bor, demak, men o'zimni himoya qilishim mumkin edi, tak.